Bir odam akvariumga oq va qora baliq qo'ydi. Har kuni vaqtida ovqat berardi. Oq baliq doim tepada bo'lardi va u yuqoridan kelgan ovqatni darhol yeb qo'yardi. Qora baliq esa doim akvariumning tubida qolardi. Tushgan bo'laklarni, ba'zan o'simliklarni titib, ichidan mayda jonivorlarni topib yerdi. Bir kun egasi bir haftaga ketdi. Endi ovqat berilgan yo'q. Oq baliq sirt bo'ylab asabiy aylana boshladi. U akvarium devorlariga qayta urilib boshladi. Ochlikdan rangi o'chdi. Qora baliq esa odatdagidek tubida ovqat axtardi va u yerda kichik bir bo'lak moq topdi. U omon qolish uchun sekin-asta uni yeb boshladi. Bir necha kundan keyin oq baliq o'ldi, ammo qora baliq hali ham tirik edi. Hayotimizda ham shunday, faqat oson narsalarga va boshqalarga tayanadiganlar qiyinchilik kelganda sinadi. Kichik imkoniyatlarni topa biladiganlar esa har qanday sharoitda bardosh beradi. Haqiqat shuki, boshqaga haddan ortiq tayanish hayotingni boshqa qo'lga topshirishdir. Shuning uchun o'zingga ishonishni o'rgan. Yordam beradigan odam har doim yoningda bo'lavermaydi.